Hurmatli futbol muxlislari, mana Mistaziya bilan Archa gol. Necha bo'ldi? 3-1mi? 3-2. Baxtli Kopto'ga o'ynayapti shot. Baxtli. Voy, birinchidan 2-2 bilan tugagan edi. Oxirgi daqiqalarda 1-2 qilib qo'ydi Archa. Hozir mana davom ikkinchi taym boshlandi. 3-2 Kopto Archada. Archa polvon молодец, udari zo'r ekan. Voy, gol bo'ldimi? Молодец. Что это было? Gap yo'q, Archani mana shu polvon oyog'ini sindirish kerak. Mabodo. Ana. Voy, yana bitta. Baqirmalaring ne baqir chetda. Kim bu travma olgan? Travma, zamin. Xurshid o'rniga zamin. Mr. Expert, otash qizi deymi? Zamin. Xurshid. Yaxshimi? Xurshid. Bizda sraz rami. Sal yiqilib tushsa, sraz almashtiramiz. Sekin. O'zi bebe travma qilgan buni. Xafa bo'lishi yo'q, bebe. Bor narsani aytolmayman. Yolg'on yo'q bu yerda. Bechora mana shu mana o'yinchimiz ham travma qilgan, bebe Express bo'ladi. Shu o'yna olmayapti endi. Mayli, yaxshi bo'lib qoladi, Xudo shifoini bersin. Udar pоворotam bo'lmadi, o'xshamadi. Davom ettiramiz, o'ynaymiz, o'yin ketdi. Молодец, Samandar. Ahad oshirdi. Xurshid. Yana Xurshid. Pas so'rayapti Archa. Oshirdi, osmonga uchib ketdi. Kopto tashqariga chiqib ketdi.